Sizlar hanımlar, bugünkü dersimiz eris qat tayyorlash. Bunga biz aldı bilan 250 gram un tayyorlaymiz. Arqadan shakardan 250 gram, tuzsiz seriq maydan 150 gram, 2 dona tuxum, asaldan 100 gram, sutdan 250 gram, suv maydan 100 gram. Arqadan podafin bilan sodadan 2 litrdan 5 gramdan tayyorlasanlar bo'ladi. Asosan bu materiallar ketadi, unda buni bezashga, yana erish ketadi qizlar. Arsini chaplashga. Biz aldı bilan birinchi qadamda bo'lsa aldı bilan uyning temperaturasi erigan seriq mayni 40 mol javrini selib olamiz. Undan suv mayni qo'yib olamiz. Arqadan sodani selib olamiz. Buni sepib olgandan keyin daraja orqali bularni ham shu oq qaymoqlikka chiqib turamiz. Mana qizlar qiyam shu holat kirdi. Endi biz bu aralashmamizni davomli ko'p turib oqarga chiqib turamiz, bir qil. Buni ko'p turib bo'lgandan keyin bunga endi biz selib olgan asalni selib olamiz. Buni selib olamiz, orqadan 2 dona tuxum selib olamiz. Ondan shakarni solamiz. Bularni sepib olgandan keyin mana shu shakar tamoman erig'icha bilan ko'ptiramiz. Mana qiyam shu holat keldi qizlar, ko'ptirgansizlar. Endi biz bunga bayam tayyorlab olgan sutni qo'yamiz. Sutni qo'yib o'xshashlam aralashtirib bir-ikki ko'ptiramiz. Qiyamimiz aralashib mana shu holat keldi. Buni tayyorlab bo'lgandan keyin endi biz bunga tayyorlab olgan podafini to'kib olamiz. Orqadan uni asosidan to'kamiz. Podafini bir qur aralashtirib yetib. Uni oldi bilan yerimini qo'yib bir qur aralashtirib olamiz. Mana qizlar qiyam shu holat keldi. Bunun quyuqligidan mushkul holatga chiqdi. Endi biz duxovkamizning ilisig'iga may sumirish qog'ozini tez holatda selib olamiz. Garbaxlar chiqarib turib buni mushkul holatda. Buni sepib olgandan keyin endi mushu talvon aralashmamizning yarim qismini oz miqdorda to'kamiz. Buni biz 3 litre chiqaramiz mushu qiyamni. Buni to'kib olgandan keyin mushu paloqlar bilan buni liq holatga kelguncha bir qur yetib olsanglar bo'ladi. Mana qizlar buni bir qur urib avvaldan chiqarib bo'lgandan keyin endi biz duxovkamizni 180 gradusda 15 minut pishiramiz. Mana qizlar eris qatlarni pishirib oldik. Men buni 3 qatam pishirdim juma, 4 qatam pishirsanlar bo'ladi. 4 qatam pishirgan vaqtinglarda ozroq nepsirek holatga chiqdi. Bularni pishirib tayyorlab bo'lgandan keyin bularning mana shu cho'riq qismlarini ozroq holatga kesib elitamiz. Yana shu yuzini bezashga ishlatamiz. Bunun kesip tayyorlab bo'ldi. Qog'ozlarni o'xshasham cho'ng'ishligini o'xshash qilib mana shu holatda cho'llarni bir qur kesib elitamiz. Buni tayyorlab bo'lgandan keyin endi bu ham elitgan uvandilarni quloqlar orqali ham ushcha qilib olamiz. Buni ham shu qat-qatning yuz qismini bezashga ishlatamiz. Endi men shu qat-qatning orasini chaplashga oq qaymoq bilan qahvarangli qaymoqdan ishkini ko'ptirib oldim juma. Sizlar xohlasanlar erisda chaplasanglarmi bo'ladi yoki mushkul holatda qaymoq chaplasanglarmi bo'ladi. Oldi bilan birinchi ishkinchi qavatlarga shu oq qaymoqni surkab bir-biriga chaplashtirib olamiz. Mana qizlar endi eng ustki qavatiga biz shu qahvarangli qaymoqni surkaymiz. Buni tekshirib surkab bo'ldik. Endi buni yuz qismiga bayam biz voqalat qilib olgan shu qat-qatning uvandilarini sepib olamiz. Mana qizlar shamra eris qat-qatlar tayyor bo'ldi.